Assalomu alaykum hurmatli biz podpисчиктар. YouTube kanalimiz mana ukaxonimiz Avzovda xudo xolasa inshaalloh 1,5 tonnalik emas 2 tonnalik qo'shmalonli motorlarni xarid qildilar. Uka xursandmisiz? Zo'rimiz bilan faxrlanamizmi? Ko'rdingizmi? Masalan, hamma narsa joyida shu spravka nomingizga hamma yozib, cho'tka qilib beramiz. Uka siz nima qilasiz? Tirikchilik nima toshmoqchisiz? Xo'jalik, Oldindan minganman deyapsiz. Oldinda sizni minib maza qilganmisiz shu motorlarni? Misol bir xilga skuter deydi, bir xilga nima deydi, bir xilga shu minib maza qildingizmi uka? Bunisini kimga berdingiz? Bunisini otaxondan bunisi kimsa xudo xolasa mana Avzovdan olishda ko'rishingiz mumkin. Manzil shu Promzona ekranlarda nomerlar bo'ladi, optim narxida ham beriladi. Aksiyada ketyapti, xudo xolasa bu mashinalarimiz ham aksiyada 3 tonnalik 4 silindrlik. Bu Xitoy sborka, haqiqiy Xitoy sborka bu. Pashti O'zbekistonda yo'q desak ham bo'laveradi. Bizni kuzatib turinglar, yangiliklar doim qo'yib turamiz yana.